Salom hammaga. Mening ismim Shahzoda va men 5 yillik tajribaga fitness trenerman. Sizni O'zbekistonning birinchi kurslar Nova platformasida ko'rib turganimdan xursandman. Siz mening avtorskiy kursimga kirdingiz. Ayollar uchun uy sharoitida fitness. Bu kursda 11 ta dars tayyorlaganman. Har biri turli mushak guruhlari uchun mo'ljallangan. Agar siz uyda mashg'ulotlarni muntazam bajarsangiz va to'g'ri ovqatlasangiz, 2 dan 5 kilogacha vaznni tashlashni mumkin. Bugun birinchi darsimiz razminka bo'ladi. Ketdik. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Ketdik yana. Yana bor. Nafas olib chiqaramiz. 2 1 ketdi yelka 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 yana yelka tepa 8 7 6 5 4 3 2 1 tepaga ko'taramiz. 8 7 nafas chiqarib nafas olamiz. Yana bor. Oxirgisi ketdi, egilamiz. 7 6 5 4 3 2 1 to'g'riga ochamiz. Egildik. 4 3 2 1 yaxshi, ketdik. 1 2 egilib tepaga ko'taramiz. Ozgina bukilib yana 1 2 1 2 nafas olib nafas chiqaramiz. Ketdik tepaga. Oyog'imizni uchga turamiz tepaga. Yana 4 3 2 1 qo'limiz bilan turamiz. 8 qo'limiz yordam beradi. Nafas olib chiqaramiz. Oxirgisi yaxshi. Ketdi, egildik. Yonboshimiz orqaga ketadi. Tizzalarimiz ozgina tushirilgan. Belimiz to'g'ri. Yana egilamiz. Yana ketdik. 4 3 belimiz to'g'ri. 1 qo'limiz to'g'riga ketdi. Yana cho'zildik. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Tizzalarimiz ozgina o'tirib, oyog'imiz tana kengligida qoldik. Ochamiz. To'r 3 2 boshimiz pastda. 1 turdik. Qo'shamiz. Yana to'g'riga ochib ketdik. 2 1 boshqasi. Tirsaklarni bukamiz. Ketdik. Yana pastda qolamiz. Ketdik. 8 tortamiz. Boshimiz pastda, belimiz to'g'ri bo'ladi.
to'rt, uch, ikki, bir, turdik, ketdik tepaga. Yana egilamiz. Piyodani ko'taramiz. Oyoqni uchiga bosib, tizilarimiz ozgina pastda. Oyog'imiz orqaga, qo'limiz bilan qo'limiz to'g'riga cho'ziladi. O'n oyoq bilan ketdik. Belimiz cho'ziladi, oyog'imiz orqada. Tepaga ko'tardik. Ketdik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turamiz, yaxshi. Boshqa oyoqni orqaga. Belimiz cho'ziladi. Qornimizni o'shab. Ketdik, yana 8 bor. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oxirgisi 2, 1. Yaxshi. Oyog'imiz yelka kengligida pastga o'tiramiz. 1, 2, 2, 1. 1, 2. Belni o'shab. Oyoqni tovosiga bosamiz. Yana pastga. Pastroq ketdik yana. 1, 2, 2, 1. Yana nafas olib, nafas chiqardik tepaga. Qo'limiz bilan 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1 cho'zilamiz. Piyodaga bosib. Sal tezroq ketdik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yaxshi. Oyoqni yelka kengligida qo'yib, pastga o'tirib, tepaga yana ketdik. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Qo'limiz bilan yana qo'limizni pastga qo'yib, orqaga keldik. Tepaga. Yana planka. Tepaga. Yana bittasi. Cho'zildik. Yaxshi. Ketdik. Orqaga bir qadam. Oyoqni almashtirib. Yana 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Turamiz. Oyoqimiz tana kengligida qo'yib, ketdik. Bir qadam. O'ng tomonga, chap tomonga. Pastga o'tiramiz. Oyoqni tovoga bosib. Sal pastroq yana. 4, 3, 2, 1. Yana bor. 4, 3, 2, 1. Oyoqimiz qoldi. Pastga, pastga. Cho'zilamiz. Oyoqni bukib, yana pastroq. Oyog'imizga tegib pastiga. Yana bor. 4, 3, 2,
1, yana ozgina. 4, 3, 2, 1. Chap tomonga ketdik. 7, pastga cho'zilamiz. 6, 5, 3, 2, pastga qo'limizni qo'ydik, qayildik. Ozgina pastga o'tiramiz. Prujina bo'lib, yana 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, orqa oyoq bilan ishlaymiz. 4, 3, 2, 1, piyodani pastgacha tushiramiz. Tizzani pastga qo'ymaymiz. Ikkita oyoq ketdi. 4, 3, 2 va 1. Tepaga turamiz, qayilib. Endi boshqa oyoqqa. Ketdik, hali charchamaylik. Boshqa tomon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pastga qoldik, qayildik. Vipatda o'tiramiz. Yana prujina. 4, 3, 2, 1. Yana 4, 3, 2, 1. Orqa oyoq bilan ishlaymiz. 4, 3. Oyoqni yaqinroq qo'ying. 2. Qiyin bo'lsa. 1. Yana 4, 3, 2, 1. Ikkita oyoq ketdi yaqinroq. 4, 3. Oxirgisi. 2 va 1. Zo'r, turamiz. Qo'limizni chiqarib, ozgina ishladik oyoq bilan. Shu yerda turmasangiz, devorga opora olib qilasiz. Keyin orqaga cho'zdik sonimizni. Boshqa balansni ushlab oyoq bilan ishladik. Sonimizni tortdik. Yaxshi. Tepamizni yopildik. Orqaga cho'zildik. Yaxshi. Yelka. Yelka. Tirsakdan yaxshi. Nafas olib chiqaramiz. Yana bittasi. Bo'ldi. Shu razminkani har kuni trenirovkadan oldin qilishingiz kerak. Keyingi trenirovkamiz tepa mushaklarimizga bo'ladi. Ko'rishguncha.